Bilasizlar, yaqinda yangi o'quv yili boshlanadi. Shu uchun ozgina lirik chekinish qilib, o'qish uchun mo'ljallangan ko'ylaklarimizni sizlarga ko'rsatib bermoqchiman. Qani ketdik. Bu safar vitrinadan foydalanmadik, bu safar xodimlarimizning o'zidan foydalandik. Har bitta xodimimizga yangi look qilib kiygizganmiz. Ya'ni oyoq kiyimlargacha, shimlargacha, ko'ylaklargacha hammasi yangi. Birinchi lookka ahamiyat beramiz. Bu lookimizni to'g'ri maktabga to'g'ri kelmaydi, lekin litseyga, institutlarga bemalol kiyib borsanglar bo'ladi. Xo'p, qolgan bolalarimiz bo'lsa, o'zingiz ko'rishingiz mumkin, oq ko'ylakda turishibdi. Maktabga ham, institutga ham, kollejga ham, litseyga ham hammasiga ketaveradigan oq ko'ylaklarimiz. Mana masalan, bu bolamizning mana yoqasida ispanskiy yoqa, o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Fasoni ham juda ham chiroyli. Bunisi bo'lsa italyanskiy. Bu pol klassika bolli svobodniyroq turadi. Bunisi bo'lsa o'sha bizning italyanskiy boshqacharoq ko'ylagimiz. Xo'p, bu ko'ylaklarimiz bizning do'konimizda narxi 225 ming so'mdan boshlanadi, 275 ming so'mgacha. Agar sizlar ham o'quv yillariga tayyorlanayotgan bo'lsanglar, shunaqa lookli kerak bo'ladigan hurmatli ota-onalar yoki bo'lmasam akalar-ukalar bemalol do'konga kelsanglar bo'ladi. Hammanglarni kutamiz.